energetiklar. Sizlar bilan men Hamza. Sizlar bilan Xorazm energetika maktabi. Hamza aksiyalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish haqida gaplashgan edik. Og'a, IES, MES bularning farqi nima o'zi? To'g'ri savol. Issiqlik, ya'ni IES va MES ning farqi nimada? Avvalambor bitta narsani oydinlashtirib olaylik. IES bu issiqlik elektr stansiyasi. MES markazlashgan issiqlik elektr stansiyasi. Demak, oldingi darslarimizda issiqlik elektr stansiyasini ishlash prinsipi haqida gaplashgan edik. Bugungi darsimizda markazlashgan issiqlik elektr stansiyasini ishlash prinsipi va undan elektr energiya ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, bizlar buning uchun issiqlik elektr stansiyasining sxemasini chizib olamiz. Markazlashgan issiqlik elektr stansiyasi avvalambor e'tibor bergan bo'lsangizlar, ushbu sxemada oldingi sxemamizga qaraganda issiqlik elektr stansiyasiga o'xshagan sxema paydo bo'ldi. O'zi aytganda ishlash jarayoni deyarli bir xil issiqlik elektr stansiyasi. Faqat ish ko'rsatish qobiliyatlari har xil. Yana ma'lumot uchun aytishim kerakki, markazlashgan issiqlik elektr stansiyasi foydali ish kayfiyati issiqlik elektr stansiyasi nisbatiga ko'proq. Sababi ham issiq suv, issiq ta'minot bilan ta'minlaydi hamda elektr energiya ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Demak, bu yerda qozonxonamiz va turbina, bu turbinasi, generator parraklari va albatta generator. Endi bu yerda yana bizda ikkita sayohatchimiz bor. Bular bug' hamda suv. Birinchi sayohatimiz suvdan boshlaydi. Aynan suv qozonxonada yoqilg'i yoqish kamerasi va bu qozonida bug'ga aylanadi va bug' qizg'ilgach, bu turbinalar orqali bug'imiz harakatga keladi va generator parraklarga yetib kelgandan keyin har bir parraklarga urilgan vaqtida bug'imiz sovishni boshlaydi. Demak, u kondensatorga yetib keladi. Endi shu harakatda, shu siklda yuqorida biz ko'zlagan generator orqali elektr energiya ishlab chiqariladi. Endi aynan issiqlik elektr stansiyasi va markazlashgan issiqlik elektr stansiyalarida aynan farqlar qayerda? Demak, suv bug'imiz sayohati kondensator orqali suvga aylandi. Va albatta bu yerda harorat keskin yuqori. Bizga ma'lumki, suvning eng katta harorati bu 100 gradus. Demak, 100 gradusdan past haroratlar. Endi bizga ma'lumki, shaharlashtirish, shahar va mahalla, dom, yashash joylari yoki bo'lmasa sanoat korxonalarini isitishda bevosita suvlardan, ya'ni issiq suvlardan foydalaniladi. Buni sxemalari hammamizga ma'lum. Demak, endi bug'imizning sayohati tugadi. Kondensatorda u suvga aylandi. Endi u xonadonlarga issiq suv bilan ta'minlash maqsadida yoki issiqlik energiyasi bilan ta'minlash maqsadida bironta bir xonadonlarga yoki bitta massivga yoki mikrorayonni issiqlik energiyasi yoki suvi bilan ta'minlaydi. Va albatta u yana o'sha suvimiz mahallalarni, iste'molchilarni aylanib kelgach, bizning markazlashgan issiqlik elektr stansiyasimizga yetib keladi. U yerda bizda 3 ta basseyn mavjud bo'lib, birinchi basseynga suvimiz kelib quyiladi. Bu yerda birinchi basseynda asosan og'ir chiqindilardan tozalanadi. Og'ir chiqindilardan tozalanib, suvimiz keyingi bosqichga o'tadi, ya'ni keyingi basseynga. Keyingi hovuzda suvimiz endi kimyoviy tozalashga o'tadi. Kimyoviy tozalashdan o'tib
To'g'ri, yana bu qozoniga yo'naladi. Bu qozoniga yo'nalgan, uchinchi hovzni ham aytib o'tay, basseynni aytib o'tay, bu zaxira suv ombori hisoblanadi. Endi demak, suvimiz yana qozoqxonaga yetib keldi. Endi bitta narsa. Bizda issiqlik elektr stansiyasida to'g'ridan to'g'ri edi. Bu yerdachi? Bu yerda ham issiqlik, ham elektr energiya ishlab chiqaradi. Mana endi bitta narsani oydinlashtirib olamiz. Hurmatli energetiklar, issiqlik elektr stansiyasida faqat elektr energiya ishlab chiqarilsa, markazlashgan issiqlik elektr stansiyasida ham elektr energiya hamda issiqlik energiyasi ishlab chiqaradi. Agar ikkalasini taqqoslaydigan bo'lsak, foydali ish koeffitsiyenti issiqlik elektr stansiyalarida yuqori. Agar hurmatli energetiklar, agar ushbu mavzu bo'yicha yoki sizlarda yangi mavzular bo'yicha takliflar bo'ladigan bo'lsa, siz bilan sizning savollaringizga Xorazm energetika maktabi javob berishga tayyor. Qaysi qiziqgan mavzularingiz bo'yicha kommentariyalarga yozib qoldiring. Siz bilan Hamza bo'ldi, energetiklar maktabi. Yana ko'rishguncha, xayr.